Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda sizni juda muhim va ko'pchilikni tashvishga solayotgan bir mavzu bilan tanishtirmoqchiman. Hozirda pensiya jamg'armasi tomonidan e'lon qilingan va ko'plab savollarni keltirib chiqarayotgan xabarlar haqida batafsil gaplashamiz. Ayniqsa aprel oyida pensiya to'lovlari kechikishi mumkinligi va oshirilgan pensiya barchaga birdek nasib etmasligi haqidagi ogohlantirishlar juda jiddiy ahamiyatga ega. Bu ma'lumot har bir pensioner uchun, oila a'zolari uchun va yaqin kelajakda pensiya olishni kutayotgan har bir fuqaro uchun nihoyatda dolzarbdir. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki bugun beriladigan ma'lumotlar sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya, siz uchun esa eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlardan boxabar bo'lish imkoniyatidir. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling avval vaziyatni tushunib olaylik. 60ta pensiya tizimi ancha barqaror va oddiy ko'rinishga ega edi. Pensiyalar odatda har oyning belgilangan sanalarida ko'pincha dastlabki 10 kunlik ichida hech qanday uzilishlarsiz yoki katta kechikishlarsiz to'lanar edi. Pensiyalar oshirilishi haqida gap ketganda esa bu ko'pincha davlat miqyosidagi umumiy qaror asosida, ya'ni inflyatsiya darajasini qoplash yoki aholining turmush darajasini oshirish maqsadida amalga oshirilardi. Bunday oshirishlar odatda barcha turdagi pensiyalarga birdek taalluqli bo'lar. Bu haqda ommaviy axborot vositalarida keng ma'lumot berilar va pensionerlar o'z pensiyalarining miqdori qancha oshganini aniq bilishardi. Har bir pensioner o'z bank kartasiga yoki pochta orqali oladigan pensiyasining miqdori doimiy bo'lishiga ishonardi. Agar biron bir o'zgarish bo'lsa ham bu haqda oldindan xabardor qilinar edi. Pensiya jamg'armasi bilan muloqot qilish tizimi ham garchi ba'zan navbatlar yuzaga kelsa-da ancha tushunarli edi. Biroq hozirgi kunda vaziyatda sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda va pensiya jamg'armasi tomonidan berilgan ogohlantirish aynan shu o'zgarishlar bilan bog'liq. Gap shundaki, joriy yil aprel oyidan boshlab pensiya to'lovlarini amalga oshirishda ba'zi o'zgarishlar va qat'iy talablar joriy etilmoqda. Asosiy sabablardan biri bu. Pensiya tizimini raqamlashtirish jarayonini chuqurlashtirish, ma'lumotlar bazasini yangilash va pensiya to'lovlarining adolatliligini ta'minlashdir. Bu jarayon afsuski dastlabki bosqichlarda ba'zi bir uzilishlar va kechikishlarga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensiya miqdorining oshirilishi masalasida ham yangi yondashuvlar mavjud. Endilikda pensiya oshirilishi barchaga birdek qo'llanilmasligi, balki ma'lum bir mezonlar va shartlarga bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Bu degani ba'zi pensionerlar uchun aprel oyidagi pensiya avvali tazvi badalva allalalji ji tadanji chilikmanji makama matterje chitkindi pontatchi davor ponbon tata ponkopototoli tali anjili ashi boshqalar uchun esa umuman oshmasligi mumkin. Bu yangilik ayniqsa qo'shimcha daromadga ega bo'lgan yoki ish faoliyatini davom ettirayotgan pensionerlar uchun dolzarbdir. Shuni ham ta'kidlash joizki, ilgari pensiya to'lovlari ko'proq inson omili orqali amalga oshirilgan bo'lsa, hozirda tizimni avtomatlashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yangi dasturiy ta'minotning ishga tushirilishi, ma'lumotlar bazasining sinkronizatsiyasi va yangi tekshiruv mexanizmlari aynan aprel oyida ko'pchilik uchun noma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra pensiya kechikishiga olib kelishi mumkin. Bu o'zgarishlar pensiya tizimining kelajakdagi barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lsa-da, otoqtoashatirita dish kalaqalatishda tadalalada vrida ba'zi noqulayliklar tug'dirishi tabiiy hol. Shuning uchun bugun men sizga kimlar bu vaziyatdan xavotirlanishi kerakligini, kimlar uchun esa tashvishga o'rin yo'qligini batafsil tushuntiraman. Birinchi, asosiy qism nimani bilishingiz kerak, kim xavotirga tushishi kerak va kim uchun buning keragi yo'q. Avvalo shuni tushunib olishimiz kerakki, pensiya jamg'armasining ushbu ogohlantirishi asossiz emas. Tizimdagi yangilanishlar har doim hamsilik kechmaydi. Keling, kimlar aprel oyidagi pensiya bilan bog'liq muammolarga duch kelishi mumkinligini va kimlar xavotirlanmasligi kerakligini aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Kim xavotirga tushishi kerak? Satu. Yaqinda yashash joyini yoki bank ma'lumotlarini o'zgartirgan pensionerlar. Agar siz so'nggi bir necha oy ichida doimiy yashash manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, masalan, bir viloyatdan boshqasiga ko'chib o'tgan bo'lsangiz yoki bank kartangizni, pensiya to'lovi amalga oshiriladigan bank hisob raqamingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, sizning pensiya to'lovingiz kechikishi ehtimoli juda yuqori.
yangi tizim ma'lumotlar bazasini yangilash va qayta tekshirish uchun qo'shimcha vaqt talab qilishi mumkin. Misol, Farg'ona viloyatida yashovchi 74 yoshli Gulnora opa pensiya miqdori 400 bilan so'm. U yaqinda Toshkentga farzandining yoniga ko'chib o'tdi va Farg'onadagi bank kartasini Toshkentdagi yangi bank kartasiga almashtirdi. U barcha kerakli hujjatlarni pensiya jamg'armasiga topshirgan bo'lsa-da, yangi tizimda ma'lumotlar yangilanishi uchun biroz vaqt talab etiladi. Aprel oyida uning pensiyasi o'z vaqtida, ya'ni oyning dastlabki kunlarida emas, balki bir necha kun yoki hatto bir hafta kechikishi mumkin. Chunki Farg'ona viloyatidagi pensiya jamg'armasi bo'limi uning yangi manzili va bank ma'lumotlarini Toshkent viloyatidagi pensiya jamg'armasining tegishli bo'limiga elektron tarzda yuborishi, Toshkentdagi bo'lim esa bu ma'lumotlarni qabul qilib, o'z bazasiga kiritishi va Gulnora opaning shaxsiy ishini yangi hududga o'tkazishi kerak. Bu jarayon hatto raqamli tizimda ham kamida 3-5 ish kunini talab qilishi mumkin. Shu sababli Gulnora opa odatda 5 sanada oladigan pensiyasini bu safarda 10 sanada olishi mumkin. Bu holatda uning pensiyasi miqdori oshirilmasa ham baribir kechikish savfi bor ikwa. Yaqinda pensiyaga chiqqan fuqarolar, agar siz yangi pensioner bo'lsangiz va ilk bor pensiya olishga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, ayniqsa aprel oyida sizning pensiyangiz ham kechikish yoki birinchi to'lovda ayrim tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Sababi yangi hujjatlarni qayta ishlash, barcha ma'lumotlarni tasdiqlash va tizimga kiritish jarayoni yanada qat'iy nazorat qilinmoqda. Misol, Namangan shahrida yashovchi 1 yoshli Ahmad aka mart oyining oksirida pensiya tayinlash bo'yicha hujjatlarini topshirgan. Uning pensiya miqdori biddo panam ahad tandat viza so'm etib belgilangan. Ahmad aka aprel oyining boshida o'zining ilk pensiyasini olishni kutmoqda. Biroq aprel oyida tizimda joriy qilinayotgan yangi tekshiruvlar tufayli uning hujjatlari yanada chuqur va har tomonlama tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu jarayon odatdagidan ko'ra ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Masalan, Ahmad akaning ish staji to'g'riligi, ish beruvchining to'lovlari va maoshining to'g'riligi bo'yicha qo'shimcha so'rovlar amalga oshirilishi mumkin. Natijada u pensiyasini oyning birinchi kunlarida emas, balki oksiriga yaqin, masalan, rivitish aprel sanalarida olishi mumkin. Bu holatda ham oshirish masalasi emas, balki to'lovning o'zi kechikishi katta muammo bo'lishi mumkin. Teng ishlaydigan pensionerlar bu toifa eng ehtiyot bo'lishi kerak bo'lgan guruhlardan biridir. Ba'zi mamlakatlarda bo'lgani kabi, hozirda O'zbekistonda ham ishlaydigan pensionerlar uchun pensiyani indeksatsiyalash yoki oshirish tartibi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz va pensiya olayotgan bo'lsangiz, lekin ayni paytda rasman ishlayotgan bo'lsangiz ham sizning pensiyangiz oshirilmasligi ehtimoli bor. Davlatning pozitsiyasi shundan iborat bo'lishi mumkinki, agar fuqaro daromad manbaiga ega bo'lsa, u pensiya oshirishga nisbatan kamroq ehtiyojmand hisoblanadi. Misol, Toshkent shahridagi maktabda ish faoliyatini davom ettirayotgan 55 yoshli o'qituvchi Aziza opa, uning pensiya miqdori 4,000 so'm. U har oyda pensiya va oylik maosh oladi. Pensiya jamg'armasining yangi qoidalari yoki tushuntirishlari shuni ko'rsatadiki, ishlaydigan pensionerlarning pensiyalari umumiy oshirishdan chetda qolishi mumkin. Bu degani aprel oyida boshqa pensionerlarning pensiyalari masalan 10% ga oshirilgan bo'lsa ham Aziza opaning pensiyasi 2,000 so'm miqdorida qolishi mumkin. Chunki u ish haqi olishda davom etmoqda. Bu faqatgina bir misol, ammo bunday qoidalar joriy etilishi ehtimoli yuqori. Bunday holda Aziza opa uchun kechikish emas, balki pensiyaning oshirilmasligi asosiy muammo bo'ladi. Par nogironlik pensiyasini olayotgan va qayta tibbiy ko'rikdan o'tish muddati aprelga to'g'ri kelgan shaxslar. Agar siz nogironlik pensiyasi oluvchisi bo'lsangiz va aprel oyida tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan, demak qayta ko'rikdan o'tishingiz kerak bo'lsa, sizning pensiyangiz ham kechikishi mumkin. Sababi yangi tizim ko'rik natijalari olinmaguncha to'lovni to'xtatib turib bu jarayonda shaffoflik va adolatni ta'minlashga qaratilgan bo'lsa-da, biroz noqulaylik tug'diradi. Misol, Samarqand viloyatida yashovchi 45 yoshli Dilfuza uzoq yillardan beri nogironlik pensiyasi oladi. Uning pensiya miqdori 1000 so'm. Uning timeqdan qayta ko'rikdan o'tish muddati aprel oyining o'rtalariga belgilangan.
Agar ukorikdan o'tish jarayonini kechiktirsa yoki natijalar pensiya jamg'armasi tizimiga o'z vaqtida kelib tushmasa, uning aprel oyidagi pensiyasi kechikishi mumkin. Pensiya fondi to'lovni amalga oshirishdan oldin Dilfuzaning sog'ligi bilan bog'liq yangi statusi haqidagi ma'lumotlarni talab qilishi mumkin. Shu sababli uning pensiyasi aprel oyining oksiriga qadar, ya'ni timek shulosasi tizimga kiritilgunga qadar ushlab turilishi ehtimoli bor. 5. Hujjatlarida aniqlik kiritish talab etilgan pensionerlar. Agar pensiya jamg'armasi sizning shaxsiy ishingizda biron bir ma'lumotni, masalan, familiya, ism, pasport ma'lumotlari ish staji bo'yicha aniqlik kiritishni talab qilgan bo'lsa-yu, siz hali bu jarayonni yakunlamagan bo'lsangiz, pensiyangiz kechikishi mumkin. Yangi tizim har bir ma'lumotning to'liq va aniq bo'lishini talab qiladi. Kim xavotirlanmasligi kerak. Agar siz doimiy yashash joyingizni o'zgartirmagan bo'lsangiz, bank ma'lumotlaringizda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi sizdan hech qanday qo'shimcha ma'lumot talab qilmayotgan bo'lsa va rasman ishlamayotgan bo'lsangiz, ehtimol bilan pensiyangiz odatdagidek belgilangan muddatda va oshirilgan holda to'lanadi. Ya'ni agar siz yuqorida sanab o'tilgan guruhlarga kirmasangiz, ko'p xavotirlanishingizga hojat yo'q. Sizning ishingiz allaqachon avtomatlashtirilgan. Tizimda o'rnatilgan bo'ladi va yangi qoidalar sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Sizning pensiyangiz avtomatik ravishda qayta hisoblab chiqiladi va oshirilgan miqdorda to'lanadi. Shunday bo'lsa ham, har ehtimolga qarshi pensiya jamg'armasining rasmiy e'lonlarini kuzatib borishni tavsiya qilaman. Ikkinchi asosiy qism. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar. Pensiya tizimi murakkab mexanizm bo'lib, unda har doim ham umumiy qoidalar barchaga birdek qo'llanilmasligi mumkin. Ba'zi holatlarda istisnolar, boshqa holatlarda esa e'tibordan chetda qoladigan, ammo muhim bo'lgan nozikliklar mavjud. Keling, ushbu jihatlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Istisnolar 1. Maxsus turdagi pensiyalar. Davlat xizmatchilari, harbiy xizmatchilar, huquq tartibot organlari, sodimlari va boshqa ayrim maxsus toifadagi fuqarolarning pensiyalari ko'pincha umumiy fuqarolik pensiyasidan farqli tartibda hisoblanadi va to'lanadi. Ularning pensiyalariga oid qoidalar maxsus qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Shu sababli pensiya jamg'armasining umumiy ogohlantirishlari ularga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Ularning pensiyalari odatda o'z idoralari orqali yoki alohida tartibda oshiriladi. Misol, ichki ishlar organlaridan pensiyaga chiqqan sobiq polkovnik 60 yoshli Bakstiyor aka, uning pensiyasi umumiy fuqarolik pensiyasi tizimidan farqli ravishda belgilanadi va to'lanadi. Aprel oyidagi o'zgarishlar umumiy pensiya fondining to'lovlariga ta'sir qilsa-da, Bakstiyor akaning maxsus pensiya to'lovlari uchun alohida budjetdan ajratilgan mablag'lar bo'lishi va shu sababli uning pensiyasi kechikmasligi yoki oshirilmasligi masalasi boshqacha tartibda hal etilishi mumkin. Ya'ni bunday toifadagi shaxslar pensiya jamg'armasining umumiy bo'limlariga emas, balki o'zlarining sobiq ish joylaridagi kadrlar bo'limiga yoki tegishli bo'limga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Bu texnik nosozliklar va force major holatlar. Garchi pensiya jamg'armasi tizimni raqamlashtirishga katta e'tibor berayotgan bo'lsa-da, har qanday murakkab aksborot tizimida texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Kutilmagan dasturiy zatolar, serverlardagi uzilishlar yoki elektr ta'minotidagi muammolar pensiya to'lovlarining kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlar oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan va nazorat qilib bo'lmaydigan sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Misol, pensiya jamg'armasining markaziy serverida aprel oyining dastlabki kunlarida kutilmagan texnik nosozlik yuzaga keldi. Bu nosozlik tufayli barcha to'lovlar tizimida uzilishlar yuzaga keldi va to'lovlarni o'z vaqtida banklarga jo'natish imkoni bo'lmadi. Bunday holatda kechikish faqat ayrim toifalarga emas, balki barcha pensionerlarga ta'sir qilishi mumkin. Bu esa odatda rasmiy ogohlantirish va uzr so'rash bilan birga keladi. Qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar. 1. Rasmiy xabarlarga e'tiborsizlik. Afsuski, ko'pchilik pensionerlar, ayniqsa keksa yoshdagilar, pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari yoki mahalliy ommaviy axborot vositalaridagi xabarlarni diqqat bilan kuzatib bormaydi. Bu esa muhim o'zgarishlar va ogohlantirishlardan bexabar qolishga olib keladi. Natijada ular pensiya kechikishi yoki oshirilmasligi sababini tushunmay vahimaga tushishi mumkin.
har doim ishonchli manbalardan ma'lumot olishga harakat qiling. Dutdi firibgarlar tuzogi pensiya bilan bog'liq har qanday o'zgarishlar firibgarlar uchun yangi imkoniyatlar ochib beradi. Sizga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini pensiya jamg'armasi iqtisodiymi deb tanishtirib, pensiyangizni tezroq olishi yoki qo'shimcha oshirishga ega bo'lishi uchun bank karta raqamingiz, CVV kodlaringiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashlari mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni begonalarga bermang. Pensiya jamg'armasi iqtisodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. 3. Pensiya oshirishning ikki turi. Pensiyani oshirishning ikki xil turi mavjudligini bilish muhimdir. Birinchisi umumiy indeksatsiya bo'lib, u davlat qabul qilinadigan qarorga binoan inflyatsiya darajasini qoplash maqsadida amalga oshiriladi va ko'pchilikka taalluqli bo'ladi. Ikkinchisi esa pensiyani individual qayta hisoblash bo'lib, u pensionerning ish staji oshishi, moshining o'zgarishi agar ishlaydigan pensioner bo'lsa yoki pensiya turining o'zgarishi, masalan, nogironlikdan yoshga ko'ra pensiyaga o'tish natijasida yuzaga keladi. Agar pensiya jamg'armasi faqat umumiy indeksatsiyani amalga oshirayotgan bo'lsa va siz yuqorida aytilgan istisnolar guruhiga kirsangiz, sizning pensiyangiz oshirilmasligi mumkin. Bu esa pensiya oshirilmasligi degan gapning aynan qaysi turdagi oshirishga tegishli ekanligini anglatadi. To'lov usuli va sanasi. Pensiya to'lovi bank kartasiga o'tkaziladimi yoki pochta orqali yetkazib beriladimi? Bu ham to'lov muddatlariga ta'sir qilishi mumkin. Odatda bank kartalariga o'tkazmalar tezroq amalga oshiriladi. Pochta orqali yetkazishda esa pochta xizmatining ish yuklamasi va hududiy joylashuvga qarab kechikishlar bo'lishi mumkin. Misol, qishloq joyida yashovchi 75 yoshli Mohira buvi har oyda pensiyasini pochta orqali oladi. Uning pensiyasi aprelning 2 kunida kelishi kerak edi. Biroq pochta bo'limi iqtisodimlarining yetishmasligi yoki aprel oyida pochta orqali pensiya oluvchilar sonining ko'payishi tufayli uning pensiyasi aniqlangan sanalarda yetib kelishi mumkin. Agar uning pensiyasi oshirilgan bo'lsa ham, bu ma'lumot unga pochta iqtisodimi orqali yetkaziladi. Ma'lumotlarning eskirganligi. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport, nikoh yoki ajralish to'g'risidagi guvohnoma, familiya o'zgargan bo'lsa, lekin siz bu ma'lumotlarni pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida taqdim etmagan bo'lsangiz, pensiya to'lovingizda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Yangi tizim avtomatik ravishda fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari FHDyo ma'lumotlari bilan solishtiriladi va nomuvofiqlik aniqlansa, to'lovlar to'xtatib turilishi mumkin. Bu juda muhim noziklik bo'lib, ko'pchilik uni e'tibordan chetda qoldiradi. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilishi kerak yuqorida aytib o'tilgan har qanday muammoga duch kelmaslik yoki ularni tezda hal qilish uchun siz aniq va amaliy qadamlarni bilishingiz kerak. Mana sizga batafsil ko'rsatmalar, rasmiy manbalarni tekshiring. Birinchi qadam, har qanday savotirga tushishdan oldin pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga www.pop.pf kiring. Odatda barcha muhim ogohlantirishlar, o'zgarishlar va izohlar aynan shu yerda e'lon qilinadi. Rasmiy telefon raqamlariga call center qo'ng'iroq qiling. Odatda bu raqamlar veb-saytda ko'rsatilgan bo'ladi. Savollaringizni aniq va tushunarli qilib bering. Misol uchun, men Farg'ona viloyati Toshloq tumanida yashovchi, pasport seriyasi A247 raqamli Abduhakim Solmatovman. Aprel oyida pensiyamning kechikish yoki oshirilmaslik ehtimoli bormi? Shunda sizga aniq javob berishlari oson bo'ladi. Qo'ng'iroq qilgan sanangizni va operatorning ismini yozib olishga harakat qiling. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishdan oldin quyidagi hujjatlarni yonida saqlang. Pasport asli va nusxasi, pensiya guvohnomasi asli va nusxasi, pensiya to'lanadigan bank karta raqami agar bank orqali olsangiz. Bankdan karta rekvizitlarining chop etilgan nusxasini olib qo'yish foydali bo'ladi. Agar ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, so'nggi ish joyingizdan ma'lumotnoma. Agar sizda biron bir o'zgarish, manzil, familiya va hokazo bo'lgan bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, propiska kitobchasi,
FHDO ma'lumotnomasi. 3. Pensia jamga armasi bolimiga murojaat qilish. Agar telefon orqali aniq javob olol masangiz yoki vaziyatingiz biroz murakkab bo'lsa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Har bir tuman, shahar markazida pensiya jamg'armasining bo'limi mavjud. Odatda ular joylashgan manzilni internet orqali yoki mahalliy hokimiyatdan aniqlashingiz mumkin. Qanday borish kerak? Odatda bo'limga kelganingizda navbat olish tizimi, elektron navbat mavjud bo'ladi. Raqamingizni oling va sabr bilan kutib turing. Nima deyish kerak? Mutaxassisga vaziyatingizni aniq tushuntiring. Masalan, salom, men Gulnora opaman, yaqinda Farg'onadan Toshkentga ko'chib keldim va bank kartamni o'zgartirdim. Aprel oyidagi pensiyam kechikishi yoki oshirilmasligi haqidagi xabarlarni eshitdim. Mening pensiyam qanday holatda bo'ladi? Qanday hujjatlar taqdim etishim kerak? Nimani so'rash kerak? Sizning shaxsiy holatingiz bo'yicha aniq ma'lumotlarni so'rang. Mening pensiyam aprel oyida nechanchi sanada to'lanadi? Iladimi yoki yo'qmi? Agar oshirilmasa sababini tushuntirib bering. Agar kechiksa, kechikish sababi nima va qachon kutishim kerak? Nima timasi tushindi. Zedib, mening shaxsiy ishimda biron bir ma'lumotni yangilash yoki aniqlik kiritish kerakmi? Bat yozma murojaat qilish. Agar o'g'zaki murojaatlaringiz natija bermasa yoki vaziyat jiddiyroq bo'lsa, yozma murojaat qiling. Qilishadi, bototirishayatdimi bo'lmasani qanday yozish kerak? Murojaatnoma erkin shaklda yoziladi. Unda sizning FIShingiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz va muammoning mohiyati aniq ko'rsatiladi. Pensiya guvohnomasi raqamini ham kiritishni unutmang. Murojaat oksirasana va imzo qo'yiladi. Qanday topshirish kerak? Murojaatnomani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini pensiya jamg'armasining qabul bo'limiga topshiring va ikkinchi nusxasiga qabul qilgan sodimning imzosi, familiyasi, ismi, lavozimi va kirim raqamini qo'ydirib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarda sizning qo'lingizda dalil bo'lib xizmat qiladi. Elektron murojaat hozirda ko'plab davlat organlarida, shu jumladan pensiya jamg'armasida ham elektron murojaat qilish imkoniyati mavjud. Davlat interaktiv xizmatlar portali MyGovDuz orqali ham murojaat yo'llashingiz mumkin. Elektron murojaatlarga javob berish muddatlari qonun bilan belgilangan bo'ladi. Sabrli bo'ling va vaziyatni kuzatib boring. Tizimdagi har qanday o'zgarishlar o'tish davrida ba'zi noqulayliklarni keltirib chiqarishi tabiiy hol. Biroq huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish uchun faol bo'lish juda muhimdir. Agar siz barcha kerakli hujjatlarni taqdim etgan bo'lsangiz va o'z vaqtida murojaat qilgan bo'lsangiz, muammolar albatta hal bo'ladi. Sulosa va yakuniy sulosa qilib aytadigan bo'lsak, pensiya jamg'armasining aprel oyidagi pensiya to'lovlari va oshirishlari bilan bog'liq ogohlantirishi har bir pensioner uchun jiddiy ahamiyatga ega. Ba'zi pensionerlar uchun to'lovlar kechikishi, ba'zilar uchun esa pensiyaning oshirilishi amalga oshmasligi mumkin. Bu holat asosan tizimdagi yangilanishlar, ma'lumotlar bazasini qayta tekshirish, shaxsiy ma'lumotlardagi o'zgarishlar yoki pensionerning ish faoliyatini davom ettirishi bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun siz yuqorida sanab o'tilgan saf guruhlaridan biriga kiradigan bo'lsangiz, hozirdanoq pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, vaziyatingizga aniqlik kiritishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni tayyorlang, rasmiy manbalardan ma'lumot oling va kerak bo'lganda yashash joyingizdagi bo'limga shaxsan murojaat qiling. O'z huquqlaringizni himoya qilishda faol bo'lishingiz o'zingizning moliyaviy barqarorligingizni ta'minlashning eng muhim qadamidir. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob topdingiz. Agar sizda bu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar yoki o'z tajribangiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Videomizni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring, ayniqsa pensioner tanishlaringizga yuboring, toki ular ham ushbu muhim ma'lumotlardan xabardor bo'lsinlar. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sayr.